Hörmətli televizor görgücülər, görüb atqanlar Şinjan televiziya stansiyası Xuyu Mədəniyyət Taqit şirkəti və Elbidar Mədəniyyət Media Çəklik şirkəti birləşib yolu qoyğan notq sözləş tipidəki proqramma ular şundaq deydi. Biz bu proqramımızda hər sahə, hər kəsbdə utuq qazanğan və nəticə yaratqan şəxslərini təklif qılıb ularınki öz təsiratları və öz hekayələri arqılıq yaşlarımızға ilham və mədət verməkçi. Yangi Jungo qurilgandan keyin ana yurtimiz Şinjangda o'sib yetilgan olim, mutaxassis, tadqiqotchi, yozuvchi, shoir va jamoat arboblarimiz xizmat o'rni va kasbining qanchalik jafoliq bo'lishidan qat'iy nazar ish o'rnini qizg'in so'yib, o'zini beg'ishlash ruhi bilan tinimsiz emgaklari va natijalari orqali jamiyat taraqqiyotiga tegishli to'hfa qo'shmoqda. Ömrünün tolusunu ma'muriy xizmat bilan o'tkazgan bo'lsa-mu, lekin o'z navbatida yana adabiy tarjima va she'riyat jihatdagi natijalari bilan o'qirmanlarning hurmati, qoyilligi ham yoqtirishiga erishgan professor, adabiy tarjimon, tonilgan shoir, jamoat arbobi Imin Ahmedi apandi ana shularning biridir. Uning baxt naqshisi, Gulgun dalalar qatorliq 4 parcha she'rlar to'plami, bevosita xanzu tilida yozilgan 80 parchadan ortiq she'ri. Shundaqla Bo'ri tutumi matbuotlarda e'lon qilinib, o'qirmanlar orasida kuchli ijobiy ta'sir qo'zg'adi. Bu asarlarning bir qismi ingliz tili va fransuz tillariga tarjima qilindi. Talabchan adabiy tarjimon, atog'liq shoir, jamoat arbobi Imin Ahmedi apandi ilgari keyin Aqsu viloyati, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasi qatorliq joylarda rahbarlik vazifasini o'tab, Şinjan san'at institutining mudirligidan pensiyaga chiqqandan keyinmi, Avtonom rayonimizning axborot nashriyotida, radio, televiziya, madaniyat sohasida taklif bilan ishlab kelmoqda. Cümleden hali ham Avtonom rayonlik partikom tashviqot bo'limining o'qish tekshirish ishxonasining alohida takliflik mutaxassisi salohiyatida mazkur ishxonaning mudiri bo'lib ishlayotdi. Bugungi bosh qahramonimiz bo'lsa, atoqliq adabiy tarjimon, tonilgan shoir, jamoat arbobi Imin Ahmedi apandim. Qani qarshi olaylik. Salam. Imin ahvalınız yaxşı mı? Yaxşı. Uzun bo'ldi sizden görüşmegeli. Imin Ahmedi'nin bugünkü cemiyeti Imin Ahmedi bu turuşu ve cemiyet gözetken tesirlerinin asası menimce Imin kam özü tuğulup yaşayan aileyle bevas münasebetlik. Şunun için biz bugünkü sahnemizni Imin Ahmedi akımızga bəsek, Imin Ahmedi kam bizge bir meydan notuk sözlep bəse. Qanday merhamet. Ben şu ötken asırның 40. yıllarda Dixan ailesinde dünyaya geldim. Birli perzentlik boğan bir aile. Hazır kadar menin akıfka hadi singlim yok. Özüm yalğız şoň boldum. Misat olturganlarning hemmisi menin ballarımga, perzentlerimge, akıllarımga, singillerimga mida okşaş. Şunu ben bu hayattan bek söýnüme. Çünkü kiçigimden tartıp etrafımdaki muhit beni öz koynağa aldı dep hesaplayma. Ular savaşsız. İkeylen savaşsız. Menin babam mamalarım savaşsız. Elbette dadamның inelerinin içinde savaşlık kişiler boğan. Ularning diginde biz savaşsız. Lekin adam okumusu bulmaydı o. Şuna bilimlik buluş gerek. Bilimi var adam. Yaki bilimi küçük eden meni yeňidi, bili küçük eden birini yeňidi degan bu maqallarni men birinci qatim oturup koydum. Bununla 70 yıllardek vaqt bolup kaldı. Başlangıç mektepte bunda bir hikayeni okugandım. Hazır mı? Nurgullarning xabardi ba. O derslikdeki hikayede bunda dedi. 3 ayal quduq beşidi sözleşip kaldı. Bireylen mening oğlum kelgüsüde bir naqshchi boldu. O aydalarni yaڭırtıp to'lig'ini to'ligan dedi. Jiraqtin bir balaning naqsh sanglandı. İkinci ayal mening balam kelgüsüde cesur, gayretlik bir balı oldu. Her gün daraxtdan daraxt yamışıp, öyden öyge atlap oynaydı dedi. Ula jiraxta bir balının daraxt yamışıp atqanligini kördü. Üçüncü ayal gep qilmadi. Şu çağda mahalle taraftan bir bala jugurab kelip, "Apa, sen bek charchab ketding, bu suni mening ekilishim kerakdi" dedi. Degan bir hikoyani o'qidim. Menga bek qattiq ta'sir qilgan. Hozirmi unutib qolmayman. Demek mening ailem taki men to'liq o'ttirni bitirib oliy maktablarga mangan qadar meni davomliq gap so'z bilan emas, o'zining harakati bilan, o'zining etijariq ishlari bilan, uy ichidagi ishlari bilan yoki o'zining hunarlari bilan menga ta'sir qilib keldi. Men
5 yaş çağlarımda mektepte belkim kepsiz bo'lgan bo'lishim kerak yoki darsni yaxshi anglamagan bo'lishim kerak. Tayoq yeb, bedenlerimni kızartıp kelganimde anam mundaq degan. Ko'rib, balammış bedenning qizag'ini bilimning juqqanligi. Cennetning guli mundaq echiladi dedi. Bu bir savadsız ayolning o'qituvchi sinimish urdi, yoki bedeningni qizartib demasdan, gerçi elbette adamni adam urish to'g'ri emas, ammo cennetning qizigili mundaq echiladi degan bu gap so'z mening qulog'imda hozirmi jaranglab turdi. Keyin men 60-yillari yuqori natija bilan to'liq bittagan vaqtimda dadamga dedim, sizlar ikki jon odam qiynalib qolasizlar. Men uyda qilib dehqonchilik qilay. Ular buni dedi. Yo'q. Dehqonchilikqa bilim lozim. Hüneri yo'q odamdan mikiya yaxshi degan gap bor. O'g'il bola 72 xil unami az. Balam berib o'qib kelsa, oyog'i chiqqicha bir gap bo'ladi dedi. Men shuning bilan oliy maktabga ketdim. Men Şinjan universitetine kirib ketdim. Şinjan universitetine kirganda men fizik fakültesine kirib ketdim. Bir aydan keyin bizni asli Sovet ittifoqiga berishga belgilangan o'quvchilar Beijingga borsanglar bo'ladi. Darhol tayyorlik qilinglar dedi. 10-oyda Pichanga berib poyizga o'tirib 6 kun o'tganda Beijingga bordik. 60-yili poyiz Pichanga kelgan. Beijingga borgandan keyin Markaziy Millatlar institutidan tabiiy fanlar bo'yicha o'qimsiz yoki ijtimoiy fanlar bo'yichami deganda men tabiiy fanda o'qiyman deb 2 yil tabiiy fan bo'yicha tayyorlik qildim. Shu 2 yil jarayonida o'zim o'qimagan yerdan mundaq tarjimalarni qilib qoldim. She'rlarni yozib soldim. 1962-yili meni Beijing Pedagogik universitetining til adabiyot fakultetiga taqsim qilib qo'ydi. Demak, mening kichigimdan tortib qiziqqan adabiyotga bo'lgan havisim asosan tugab, tabiiy fan bo'yicha bir o'qib baqay degan vaqtimda qaytadan yana adabiyot kasbiga kirib qoldim. Adabiyotni yaxshi o'qidim. 1967 bitirdim, qaytib kelgandan keyin meni Aqsuv viloyatlik o'rta xalq sud mahkamasiga taqsim qildi. 14 yil sudchi bo'ldim. O mening keyin endi adabiyotchi bo'lib ketadigan bo'ldim degan o xiyollarim berbat bo'lib, rasmiy siyosiy qonun kadri bo'ldim, sudchi bo'ldim. Endi umrvoyat bir yaxshi sudchi bo'ladigan bo'ldim deganimda 1983-yili Aqsuv viloyatlik partkomiga kirib, ma'mur shuji bo'lib, sanat, qatnash, transport, maliya, iqtisod, savdo, shahar qurilishi degan xizmatlar bo'yicha menga ish taqsimoti qilib berildi. Mening o sudchiligim yana bir yerda qilib, men iqtisodiy xizmat ishlaydigan bir kadr bo'ldim 4 yil. Nurg'un ishlarni qilayotgan mezgilimda meni 1986-yili 60 oylik adabiyot san'atchilar birlashmasiga o'tkazdi. Men keliblam bir top adabiyot san'atchilar ichida ma'muriy kadr bo'lib qoldim. Endi ömür boyu adabiyot san'atchilarining xizmatini ishlaydigan bo'ldim deb 10 yil o'tganda san'at institutiga sho'jang bo'lsangiz deb men uyag mudir bo'ldim. O'kinmaydigan bir yerim. Mening ota-onam oilada garchi nayt bilimlik odamlardan bo'lmasimi? Savod yo'q odamlardan bo'lsimi? Izchil holda odam bo'lishning yo'llarini ta'kidlab keldi. Men 1967-yili o'qish bitirib Beijingdan qaytib kelgan vaqtimda bizning mahalladagilar dadamga Ahmetxon deydi dadamni. Sizlarmış bala ko'p o'qib keldi, qo'sqida umatchiq, lekin qanchalik odam bo'lar deb so'rag'ini hozirmi quloq tuyim jaranglaydi. Demak, qo'saq shunchalar umach bo'lib, nurg'un bilim elib qaytib kelgan odamni bizning yezdagi dehqonlar bu baliq yana qanchalik odam bo'lar deganga qaraganda, o bilim bilan odam bo'lishning oralig'idagi farq nihoyat uzun ekan. Men 5 yosh vaqtimda Alisher Navoiyning Ashriqat man aks shamsil kas anvarul huda yar eksin meydi ko'r deb jamidan chiqdi sada degan misralarni deklamatsiya qilib bersam, mening bovam endi odam bo'ldiga o'xshaydi bu degandi. Buni deklamatsiya qilish bilan odam bo'lishning orasidagi farq nimada? Nima munosabat bordi deb jursam, uzoq yillar o'tib ketgandan keyin shundoq oliy bir maktabni bitirib kelsam, bizning yezdagi dehqonlar shuncha jiq narsalarni o'rganib qo'shig'ida umash qachilgan bilan qanchalik odam bo'ladi deb so'rdi. Demak, o bilim bir ish, odam bo'lish ikkinchi ish ekan. Shunga men bu gaplarni o'ylab, dadam bilan onamning menga deganlari, o'qib kelsizlar deganlari meni kichikdan boshlab
keyniga selip etizeriqlarga appagını, etizning ishlariga sog'ini, uyning ishlariga sog'ini, menga shunchalik yaxshi bir o'qish sharoit yaratib berganligi mening odam bo'lishimni, yaxshi bir odam bo'lishimni ko'rsatgan deb o'yladim. Hozir qadar garchi ular bo'lmasimi, men chin qalbimdan ularga rahmat aytaman. Mening mushunchalik bir odam bo'lishimni oldi bilan oila tarbiyasidan, ota-onamning menga ko'rsatgan ta'siridan va ularning haydakchiligidan bilaman. Mening xayolimda davomli o'chaqda talog'i chiqsaqmi adab deb chiqadigan, qaytadigan chaqdim adab deb chiqadigan. Men o'yladimki, adabiyot degan adabni yod etib turinglar degan gap o'xshaydi dedim. Buningga 70 yil o'tib ketdi. Adabni yod etib turinglar degan bu gap menga bir qiblinoma yoki bir jiroqdan menga yo'l boshlab turadigan bir xil chiroqdek. Hozirgacha menga ta'sir ko'rsatganlik. Adabni yod qilib turish degan bu so'z shaxs uchunmi muhimkan? Bir aile uchunmi muhim, millat uchunmi muhim, bir davlat uchunmi muhimkan? Buni men keyingi mezgillarda shaxsning obrazi, ailening obrazi, hatto mahallaning obrazi, bir yurtning obrazi, millatning obrazi degan yuksakroq o'ringa ko'tarib o'ylanib baqdim. Aile obrazi deganda bir ailening obrazi yaxshi olmagan bo'lsa, uningdan andaq yoki mandaq odamlar chiqqan bo'lsa, bizning yurtlarda hamma yerda bo'lmasmi? Falon aile bilan qudubaji bo'g'ini bo'lmaydi yoki u uydagi bolaga ma qizvalni berishga bo'lmaydi deydigan gap bor. Nimishqa desa, ularniki obrazda masala bor dedi. Bu obraz degan mening o'zimning his qilishimcha shaylarning tashqi ko'rinishi. Birer kinolarni ko'rganda, roman o'qiganda falonning obrazini yaxshi yaratibdi. Mavi ijobiy obraz, mavi salbiy obraz ekan deymiz. Agar tashqi ko'rinishlar bo'lib, ichki jihatdagi mohiyatlik narsa bo'lmagan bo'lsa, u obraz puchak obraz bo'lib qoldi. Agar bu obraz shu mahallaning o'ziga daz ketkizgan bo'lsa, u mahalla bilan boshqalarning berish qilishimi notayin. Agar bu obraz bir millatga daz ketkizgan bo'lsa, bu millatning yomonotlik bo'lib qolishi taxmin aniqli ish. Agar bir davlatning obrazi yaxshi bo'lmasa, u o'zining qudratini yo'qotadi. Masalan, davlat uchun olganda uning harbiy kuchi, moliya kuchi, odamlarning shijoati, ro'yi, jafo mushaqqatdan qo'rqmasligi, 5000 yillik madaniyatni davomlashtirganligi buning bir obrazi, davlat obrazi. Bu obraz diplomatiya jihatda ifodalandi. Lekin buning bir qudratli turi var. O bunun manevi medeniyet. Eğer bu manevi medeniyet, manevi kudret, manevi obraz bu olmasa, adam özünün kudretini mi yoktudu, her kanda vakitte algı basamaydı. Konularının bir gipi var emesmi? Adamın roycusu mingen etim manganmaydı o dedi. Eğer ne etti, lakat, canı yok, ölümtük bir adam yaxşı bir atının üstüne çıkıp ottagan olsa, atını mangmaymış. Çünkü ottaga adamninki maneviyeti intayin zayıf, azrak coşkunluk, ruhmu yok, kamçımı salanmaydıgan, yoki atının işki biqiniga tepip, onu bir algı menişqa, manda bir haydakçılık kılanmaydıgan, mundaq adamlarni hayvan canında yaxşı görmeydiken de. Şuna bu obraz meselesi intayin mühim. Ben özümün müşünçilik bir çoğun buluşumda, benim ailemde gerçi Allah'ımla çıkmagan bolsumu, ular savassız bolgan bolsumu, lekin intayin medeniyetlik, özünün obrazıga dikkat kıldıgan, ahli mahalle içinde özünün xil inavati var, gep söz joyida bir adamlarning qatori cho'ng bo'lib ketganman. Mening ota-onamning obrazi boshqa nurg'unlagan, son-sanoqsiz dehqonlarga o'xshash yaxshi bir obraz ekan deb o'ylab qolaman. Shunga bir odamning yetilishini yoki mening mushu darajaga berib kelishimni, mening birdam matematikani yaxshi ko'rib adabiyot o'qib qolganligim, adabiyotni o'qib olib boshqa kasblarni qilganligim, hech qaysi voysimaganligim, qila olamsa desa qilma deb turganligim, menimcha shu oilaning ta'siri, shu oilaning obrazining yaxshiligi menga bergan himmatlardan ayrilmaydi deb qarayman. Meningki hayotlik jarayonimda his qilganlarim mana mushunchalik. Rahmat. Programmamiz bilan Xinjiang İmran Xalqaro savdo-iqtisodiy shirkati alohida hamkorlashgan. Bir ne'mat bar karomat, lazzati bar alomat, pokizligi quvvati bizga rohat, farog'at.
O nima? U nimada? Misran qaysi? To'g'ri, topdingiz. Wow! Nimandaq tatliq bu? Mısır'ın yürüşlü qizlari ishonchli go'sht, esil xurishlar, yuqori saviya va a'lo sifatda mujassamlanib, aqida va samimiyat qo'shib tayyorlangan esil yemaklik. Mısır'ın qizlari. Bala quvvat qiladigan yanada Misran qizlari. Qutyardan yeni bir qadam şanlıq natija Aqsu Qutyar zavodi dağdug'liq ishga kirishtirildi. Yangi Qutyar zavodi ilg'or mashina uskunlar, inchki ishlab chiqarish liniyasi orqali turli tam, har xil shakldagi Qutyar soda suvlarini xalqimizga sunib, xalqimizning umidini oqladi. 13 yillik arzu, 13 yillik Qutyar. Sifatga ilgirkilikli qo'yilgan yuqori talab texnik keng, ozod ishlab chiqarish muhiti Qutyar zavodining yangi afzalligidir. Qutyar xalqimiz uchun hamon bejondil xizmat qiladi. Esil tam, esil ichimlik Qutyar. Tağның zinneti Kur'an taş. Tenning zinneti körgen çaş. Güzellik tabiilikki bağlıq. Körkem çaş pervişki bağlıq. Sizning chechinizga mos keladi. Ben çaşlarımla asırayım. Çaşlarımga şahla, çaş doktoru hamra. Shahla çaş doktoru yürüşlük çaş asrash buyumlari. Yığıp yürügen dünyasını toyga dep, tüküter mihman keldi öyge dep. Desem eğer düşenmestin bu kondaq, bilip koygun Uygur degen muşundaq. Uygurlarning qo'li oltin ko'ngli gul. Ne'mat qahvasi tan ichgancha texmi güzel. Ne'mat qahvasi. İminkam naiti obrazlık, ta'sirlik o'ziniki hayot kechirmishini so'zlab berdi. Tomoshabinlarda nurg'un savollar chiqibdi, nurg'un ahamiyat savollar chiqibdi. Lekin vaqt munosabati bor. Bunda bir savol ekan. Emin Ahmediy apandim, siz bo'lsangiz ham adabiy tarjimon, ham shoir. Men sizdan so'rab baqsam, bu ikki kasbning qaysisi siz uchun eng muhim deb? Hammalarga ma'lum, har qanday millatning o'zining shoirlari bo'ladi, yozuvchilari bo'ladi, olimlar bo'ladi. Agar mendan siz bir shoir deb so'ralgan bo'lsa, yozayotgan she'rlarim asosan gerçi subjektiv o'zimning hissiyotim bo'lganiga qaramay, u o'zim yashayotgan yurtning sadosi, yoki cho'ngroq aytganda millatning sadosi bo'ldi. Endi tarjima orqali kirayotgan asarlar boshqa millatlarning sadosi, boshqa davlatlarning sadosi bo'ldi. Shuning mening vazifam ham o'zimning ovozimni chiqarish, millatning ovozini chiqarish, mush davlatning ovozini chiqarish. Hem başka milletning, başka ellerning, başka davlatning ovozini tarjima qilib, mushu o'zimizning odamlarimizga tanishtirib beqish. Mushu nuqtadan olganda menga shoirlikmi muhim, tarjimonlikmi muhim, har ikkisini o'xshash yaxshi ko'raman. Ondan boshqa yana bir savol bor ekan. Siz o'qish jarayoningizda balkim nurg'un qiyinchiliklarga va o'ngishsizliklarga uchragan bo'lishingiz mumkin. Shunda vaqtda siz qanday hal qilgandingiz debdi. Bizning o'ltirganlarninki ko'pinchisi balki tarixiy materiallardan biladigan bo'lishi mumkin. 1960-yildan tortib hisoblaganda 3 yil mamlakatimizda cho'ng ko'lamli tabiiy ofat yuz berdi. Men 1960-yili avval chet elga chiqamiz deb, ondan Beijingga boramiz deb ketgandan keyin 2 oy o'tganda mening dadam Beijingga beribdi degan xabarni anglab, menga 100 yuan pul yuvatdi. 1960-yili 12-oyda menga 100 yuan pul yuvatdi. 1967-yili o'qish bitiribdi deb anglab, menga 50 yuan pul yuvatdi. 7 yil ichida menga uydan yuvatilgan pul 150 yuan. Uning ustiga Beijingdan Urumchiga keladigan tiz poyez 56 yuan, Urumchidan Qashqarga boradigan avtobus yoki qora mashina 36 yuanti. 92 yuan pul bo'lgan bo'lsa, berib yo'lda 8 kun, Urumchidan Qashqarga 7 kunda boramiz. 8 oqshom 1 yuandan yotgan bo'lsak, 100 yuan pul bo'lgan bo'lsa, men Beijingdan kelalaydim. Men 60-yili bir ketgancha 68-yili 8 yilda qaytib keldim. Endi men bu qiyinchiliklarni andaq yengdim, mandaq yengdim desem, hozir müşahede o'ltirganlarning hech qaysisining turmushiga mos kelmasligi mumkin. Lekin birla mos keladigan narsa menda bir xil iroda bo'ldi.
Livimni tishlab yashaydigan, boshqalar yıkayenge haftada bir qatim barsam, men yilda bir qatim bordigan, yoki boshqalar o'zininki yaxshi bir do'stlari bilan u yerga bu yerga berib tamoq yeb keladigan ish bo'lib qolsa, men shu maktabning beradigan tamog'i bilan degandek, men xushallik bilan yengildim. Azaplangan ishni o'zim hozir men o'ylab bo'lmayman. Men har kunki vaqtimni darsdan tushgan bo'lsam, xansuch o'rganish bilan, agar yakshanba kuni bo'lib qolgan bo'lsa, kitob ko'rish bilan shunday o'tkazibdiman. Men o o'tgan kunlarimdan faqat o'kinmayman. Hozir mendaq sizlarning oldinglarda cho'ng so'zlab berish emas, umuman odamda azroq bir iroda, tirishchanlik, hayotga bo'lgan umid, kelgusiga bo'lgan bir ishonch bo'lsa, har qanday ishni o'tkazib o'tkili bo'ldi. Demek iminkam 100 yuan pul bo'lmag'achqa ayinchaqda 8 yilda bir qatim uyga kelgan, ha. Bu yerda o'tagan nurg'unlagan saboqdoshlar yengishni tasavvur qilolmaydigan qiyinchilik bo'lishi mumkin. Oliy maktabda nurg'unlagan saboqdoshlar seg'inishga bardoshlik berolmay, chekinib ketadiganlar yoki tamoqqa bardoshlik berolmay chekinib ketadiganlar bor, ha. Shunga meningcha iminkamningki ayni vaqtdagi ro'yi bugun va kelgusidimi? Nihoyat qimmatli bir ruh, ha. 9 ayning 1-kuni maktabga Şinjan San'at institutiga kelgan bolalar 9 ayning 10-sida qurbon etishimiz ketdi. Maktabdagi bolalarning 3 kun ichida Qashqarga berib kelalaydigan shijoatiga qarab, pul deganmi bayadi bakan, kambag'allar, namratlar yo'q o'xshaydi degan yagim kelib qolaman. Buni hal qilish, buni qanday tushunish bir odamning hayotida tutgan pozitsiyasi bilan munosabatga o'xshaydi. Emin ma'lum, siz hozir hayotingizdan rozi bo'ldingizmi? Yana xalq uchun qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz bormi degan savol ekan, ha? Bu bek cho'ng savol ekan. Bir odamning hayotidan rozi bo'lishi deganmi? Aldırab cevap bergiler bo'lmaydigan ish, lekin men o'zimningki hayotimdan bundaq ikki jihatda rozi. Birisi azaldan yalqovlik qilmadim. Har qanday ishdan bosh tortmabdiman. Masalan, anam rahmatlik, dadam tugat ketgandan keyin 15 yil yenimda turdi. Balam Qashqarga borman desa, o'zim opirib qo'ydim. Kelib navrilarimni ko'rman desa, o'zim Qashqarga berib, yani keldim. Shundan balam men 5-6 tuqqan bo'lsam, Silmunchilik avar olib ketmaydi ekanlar deydi. Yelimi yaxshi menga sizlarga xizmat qilish fursati berib, meni yolg'iz tug'ib ekanlar ana. 7-8 olib qolgan bo'lsak, bir-birimizga bassalib, hech qaysimiz baqolmaydigan o'xshaydi ekanmiz debdim. Anam rahmatli yig'lab ketgan. Ota-onamga nisbatan olib aytganda men o'zimning hayotidan o'kindigan yerim yo'q. Men ularning tarbiyasini yaxshi oldim. Yana biri o'zimning qo'limdan kelganini ular qildim. Yana birisi men hayotimda bir neçe xil xizmetlerini qilibdiman. Men tanlamadım, jamiyat meni tanladı. Hozir mening bundaq bilishimcha bizning bolalarning ichida xizmatni tanlaydigan, yurtni tanlaydigan, o'zining nishonini tanlaydigan bu ish to'la ekan. Bo'lsa o'zi degan yerda qilib qolsa, o'zi qilmoqchi bo'lgan ishni qilsa, o'zi kiydiganni kiysa, o'zi bordigan yerga borsa degandek. Mening bir o'kinmaydigan yerim, men jamiyatga yarab qoldim. Jamiyat meni tanladı. Meni ham chet elga o'qishga berishga tanladı, Beijingga tanladı. Meni adliya sohasida ishlashga jamiyat tanladı. Keyin yana iqtisodiy xizmatga o'zi tanladı. Bu tanlashlarning hammasida men roziliqim bilan men o'qish bitgan bolalarga dedim. Har qanday ishni qila olmayman denglar. Shu chog'da sizlarning chiqish yo'linglar bog'ladi. Hamma narsa o'rgangani bo'ladi dedim. Men qonunda o'qimagan edim. Aqsa viloyat o'tirish sotga berib, o'zimdan burun xizmat qatnashgan adliya xodimlaridan men erinmay o'rgandim. So'rab o'rgandim, ko'rib o'rgandim, o'zim ishlab o'rgandim. Agar men unda ishlamagan bo'lsam, 14 yil sotchi bo'lib turolmaydim. Shunga hozir qadar bu ishlarni qilibman. O'zim yaxshi ko'rgan adabiyotning ham tarjima, ham maqola yozish, ham she'r buni kirib qilibman.
Hatta terbiyede ben oynamagan 20 yıl lençör oynaptım ben. 20 yıl futbol tepiptim ben şu vakılda. O ping-pongçör, kalancör digelinin şahmet, ştank götüreptim ben, 10 metrege yügüreptim ben. Dünyadaki hem işini kıpsız. Hem beni kıp baktım, o işlerde mağlup olmadım, lakin netice kazanamadım. Çünkü o özümün kızıkışım. Ama kalan, halk karap durgan, hükümet karap durgan, muş işlerinin hemmiste ben tirşallık gösterdim. Şuna hayatımdan razı, muş nek meydanının özümden razı. Eğer hayatım devamlasa, ben muş işlerinin hemmisine devamlılık işleyebilirim. Menimcha imkonimdagi javobi intayin obrazliq javob bo'ldi. Navbatda bizniki baza egiligi jamiyatimizda yoshlarningki kasbni, sharoitni tanlash orzusi kuchayib ketdi. Lekin men sharoitga va bazaga tanlanamdim degan ong sustlab ketdi. Shunga oldin o'zida boshqalar tarafidan tanlanish engini turg'izish navbatdagi menimcha muhim bir yo'nalish bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, imanka qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Mening ismim Azir Tumer. Men Shinjang Jiangsu Mineral suv taraqqiyot shirkatining qurg'uvchisiman. Shirkatim 3 yil bo'lib qoldi. Mush jarayonda men mush oilam bilan mush xizmat vaqtini yaxshi o'rinlashtiraman deb o'ylayman. Chunki shu xizmat nurg'ishni o'zimiz qilmasak bo'lmaydi ekan. Mush jarayonda shirkatda bo'lsin yoki yo'llarda bo'lsin uxlashga majbur bo'lib qolganmiz. Sizni olsam shu pensiya chiqishini oldishimda aldash o'tapsiz. Mush vaqtlaringizda siz shu oilangizdan va xizmat vaqtingizni qanday o'rinlashtirdingiz? Ham shu oilangizdan bil bo'lgan vaqtingiz eng baxtli deb o'ylamsiz? Bu turmuşni o'rinlashtirish mayli biz kichik vaqtimizda emdilatin maktab kirgan vaqt bo'lsin. Mayli eng oxirgacha biror o'rinda ishlagan bo'lsin. U men hamma odamning bir oilasi bo'ladi. Bu oilada biz uchun birinchi narsa o'zaro ishonch, ikkinchisi o'zaro inoqlik. Yana birisi bizning o'zimizda mush oila ko'ynadigan, bola chaqalardan xabar ola oladigan, ularning kelgusiga ega bo'la oladigan bir mas'uliyat bo'lishi kerak. Bu yerda birisi ishonch, yana birisi mas'uliyat. Bu ikisi bir bo'lganda bir-birimizda mehribonlik, yaqinchilikni barliqqa keltirdi. Eng muhim narsa oila degan bir jamiyatning hujayrasi. Cho'qim bu hujayra sog'lom bo'lish kerak. Bir-birini qo'llash kerak. Bir-biriga ishonish kerak, bir-biriga mas'ul bo'lish kerak. Agar munchilik bir ishonch bo'lmasa, bu oilani qamdab bo'g'il bo'lmaydi. Alayliq yurak kichikgina bir narsa. Lekin butun badan uchun olib aytgan vaqtida rais a'zo. Aile üçünmü? Aile nayet küçük bir kollektiv. Onun içindeki her bir adamın ornu intayin mühim. Şu adamın işinden çatak çıksa bütün aile veyran buldu. Şuna bizde en mühimi özara kollaş, işenç, özara mesul buluş ve mihriban buluş en mühim narsa. Biz bekçik narsını tamam kılmayız. Bekçik narslarını talep mi kılmayız? Bir aile için, bir şirket için ya ki bir kollektiv için aşınçılık, mesuliyet, işenç, mihribanlık olsa cahan ronak tapıda gülleydi. Ne alda ayal kıldı. Assalomu alaykum, imanka yaxshimisiz? Sizga o'rimtimiz cho'nqur bugun o'sha naq maydonda sizning leksiyangizni anglab nihoyatda xursand bo'ldik. Men o'zim ismim Adolat, men tibbiy universitetini bitirib Ürümçi şəhərlik Eğiz boşluq kasallikləri doktorxanası işləyətmən bir balalar tish kasallikləri doktori. Abay leksiyanız deb o'tdingiz, pichan ayisidan yo'lga chiqib ekansiz, poyezdga o'tirib. Men shu pichan ayisi tug'ilgan. Endi ota-onam bizning oilada 3 farzand bor. O'zlarining shu xizmatlarining o'disidan yaxshi chiqqan bilan birga biz 3 farzandni yaxshi tarbiyaladik. Bizni yaxshi bo'lgan oila tarbiyasiga, axloq tarbiyasiga, ma'rif tarbiyasiga ega qildi. Endi mening o'ylaydiganim, o'sha ota-onamiz bizga nihoyat ko'p ajrlarni singdirdi. Biz qanday qilganda shularning bizga qilganlariga yaxshi javob qaytara olamiz. Sizmi imom ma'lum o'zingiz bir ota-ona bo'lish sifatingiz bilan bolalarga o'zingizning farzandlaridan kutadiganingiz nima? Ularning sizga qanday javob qaytarishini umid qilasiz. Rahmat, salomat bo'ling. Bu programmani o'zining alohida mahsuloti Imron Sap Shotut sharbetini bozorga solgan korxona Shinjang Imron xalqaro savdo-ichkilik shirkati alohida talab qilgan. İtaliya kalı güç qaklımısının bir 80% pişirilgan bo'lsa. Bo'ladi efendim. Gretsiya köksey salatıdan birini limonu belçik silib. Kichimli kicho. Ko'nglim shu topda huzuriy yurakka boradigan
İmran Şat Şerif'tin tatatı. Sizlerine bu yerde var mıdır? Albatta. Taamlar tizimlikке, isimlik yürek izliğen buludu. İmran Şat Şerif'ti, naq yürekli barıdı. İşenç huzur, esil süpet huzur. Mana bu ixlasni o'ziga mizon qilgan Jabron yemak-ichmak zavodi mamlakat bo'yicha eng ilg'or ishlab chiqarish uskunalari hisoblangan. Korxona Maarif birlashgan andizida Yeshil makon Qutubiy nahiyasidan o'rin olib alga yuzlandi. Navbatda zavod go'sht turidagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni asos qilgan bo'lib, mahsulotlari 15 xilga, kundulik ishlab chiqarish iqtidori 5 tonnaga yetadi. Mahsulotlar bozorga selinishi bilanla esilni tanlashni biladigan xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishdi. Davrangni anglagandan bir tetigan a'lo, hech ishkilanmay xotirjam yala. Jabron yemak-ichmak cheklik shirkati. Qutyardan yeni bir qadam şanlıq natija Aqsu Qutyar zavodi dağdığılıq işqa kirishtirildi. Yeni Qutyar zavodi ilg'or mashina uskunlar, inchki ishlab chiqarish liniyasi orqali turli tam har xil shakldagi Qutyar soda suvlarini xalqimizga sunib, xalqimizning umidini oqladi. 12 yillik arzu, 12 yillik Qutyar. Sifatga ilgirkilikli qo'yilgan yuqori talab texnik keng ozod ishlab chiqarish muhiti Qutyar zavodining yangi afzalligidir. Qutyar xalqimiz uchun hamon bejondil xizmat qiladi. Isil tam, isil ichimlik Qutyar. Bizde hem de men köyermen balamga, balam köyer balısıga diyen bir söz var. Manda selip etken vaxtıda biz ballarımızı mesul, ballarımı özünün balısıga mesul, ahirki hesapta ula cemiyet mesul, kelgüsü mesul oludu. Bu manda etkanda bek yoğan gep, xudu vazi etip atkandak, nutuk sözlep atkandak bir gep. Hem de rastını etken vaxtıda balı çakıladın ata-analar talep kılıp durup menden xabar al dese hazır köp Allah'da bu iş ancak pek emel geçip gitmedi. Şuna nakşlarda ballarının insafını tileymen bu dediğin nakşlar mı var? Lakin mesele ondan mürekkep mi emez? Cemiyet terakkiyatı da ata-analar ballarını yaxşı terbiyeleş gerek. Çünkü cemiyet şu ballarının çoğun buluşu arkalık üzülmeydi. Terakki kılıdı. Eğer balalar ata-anasının ahvalıdırlar mı xabar aldığan, özünün işi bilen kar bulmaydıgan, ballarını terbiyeleyemeydigan, gününü mü alamaydıgan bulup kalsa, o çağda bu ata-analarının özü de mesuliyet bulup kaldı. Çünkü en yaxşısı biz ballarını küçükünü tatip, yaramlı, kağı kildigan, müstakil fikir kılalaydıgan, özünün işinin ödüsünün özü çıkalaydıgan kılıp çoğun kıysak, ular yani özünün ballarından xabar alsa, cemiyetke həsis koşsa, bu aşının özü, ata-ana kılıngan en çok hürmet, en çok minnettarlık. Ata-anaga biz 5-10 tenge pul xərcləp emas, özümüzün yaramlıq bir adam boğunumuz bilen, ballarımızı yaxşı terbiyelep atqınımız bilen, cemiyette yaman emas bir rolümüzü cari kıldırıp atqan bilen cevap berəlisek, bizim ata-analarımız bizden razı ol. Eğer ata-analar bizden pul vermedi, şembe günüsü balısını baktı diye, yekşembe günüsü xabar almadı, daim bizni mıydak kılıdı o deyip, ular zarlap verse, biz mi bir ayda bir katım körünüp koyup, ularının ahvaldan xabar almagan bolsak, bu binormal hadis. Bunun da ata-ana mı razı olup yaşamaydı, ballar mı erkin azad yaşayamaydı. Bu hazırki cemiyet bizden bundan nesini kütmeydi. Şuna meyli yazı olsun, meyli zavut, kan, karxana, mektep, idari cemiyet olsun, ata-analar ballarının aldığı mesuliyetini çokum ada kılış gerek. Balalarımı ata-analarga özünün yaxşı emelleri, yaxşı fezilti bilen cevap kaytırsa, 1000 tenge pul xərcləp bergenden yaxşı edep qarayım. Assalamu alaikum yonka. Ben bu 23 yaş girdim. Ben oyun balının çoğun bulu süpütüm bilen. Şu vaktin ütüşüye geçip, şu bizning uyda şu ata-onam bilan o'tirsidagi fikrning bir ekanmaslik bu masala kunni-kun eg'irishyotidi. Shunlashqa men mushu jihatdan sizning fikr berishingizni umid qilaman. Rahmat. Tolstoy'ning Anna Karenina degan romanning 5li bir gap bor. Baxtli ailelerning hammasi bir-biriga o'xshaydi. Baxtsiz ailelerning hammasinin dadi boshqa bo'ladi deganga o'xshash. Ata-onalarningki balalarga bo'lgan kuyimchanligimi o'xshamaydi ekan. Ata-analarning ba'sining kuyimchanligi qanday bo'ldi desam, men masalan o'zimni misolga olsam, mening 4 qizim bor, o'g'lim yo'q. Turmushingizda nimani xohlasanglar, qayerda xizmat ishlashni xohlasanglar, qanday yashashni xohlasanglar, mendan to'liq maslahat so'ramanglar dedim. Albatta ularni oliy maktablarda o'qitdim, xizmatlari bor, to'y qildi, bolalar bor, ijli inoq. Lekin to'liq mening ko'zimga qarab, mening sizgan siziqim bilan ish qilishni o'rganmanglar.
Eğer bu iş hata çıksa, menden ömür hayat rencise, şu özanglar fikir kılıp, özanglar bikitip, mağdığa yolunu özanglar menla dedim. Ben bu işini icra kıldım. Meninki ballağı boygan televim mayusunda. Aldı bilen erinlarının atanısının öykü berinla, meni deyginim. Eyt günüse aldı bilen erinlarının atanısını yoklanla. Enin keyindin eşip kağa vaxtı kelsanlar, men kazanını kayıntep, göçünü obdan pişirip koyap durmen. Şembe günleri ballarınlarını bağçığa apırıp, uya biyak apırıp sayahat kıldırınlar. Tolat adam nemi deydi ki, apam nemi deydi ki de bizim közümüzü kiravamanlar dedim. Bu bizim öyünün bir kaydısı. Menimçe, balısı köyüngen ata-ana, bek balısının közü kiravanmay, ballarını müstakil fikir kıldırgan kılıp, özünün yolunu tapalaydıgan kılıp, ata-analardan jirak kalgan çağdı mı, özünün işinin ödüsünü çıkarlaydıgan kılıp, çoğun kılış kirek, dep qarayman. Men burun hatta biz nevrimizni beqib beriyapmiz deganlar faxrlangan chaqda nevranglarni sizlar beqib bersanglar 7 yosh kirgan chaqda ota-onasining oldiga ketgan ekan, maktabga berdi. Topshiriq ishlamasa tanavini tatidi, qattiq gap qiladi. Shu chaqda bovam bilan momam yaxshi ekan deb bir ömür ota-onasini yaxshi yomon ko'rdigan bo'lib qoldi. Shunga ballarni ota-onasining beqishga qo'yinglar deb so'zlagan. Hazır mening ata-onalar bilan ballarning bo'lgan munosabati jihatda eng yaxshisi ballarni mustaqil fikr qila oladigan. 7-8 yil jiroqda qolsimi o'zining yotqinni o'zi yuyib, o'zi tikanlaydigan, o'zining kiyim-kechigini o'zi yuya oladigan, cho'ng bo'lgandimi mustaqil ish qila oladigan qilib cho'ng qilish ota-onaning burchi. Agar har qadamda birdan putlashib, andaq qilma, mandaq qil deb albatta men buni ota-onalarni yomon demoqchi emas. Ata-analarımız bizge bek yaxşı. Lekin aman mesela men asmanı türük olmayman. Balla çokum kiyin müstakil hayat yaşaydı. Ula çokum mening maslahatimsiz, mening közümge qaramaydigan aletde yaşaydigan vaqtlar kep qildi. Şuna biz ata-analarımı deydiganimiz eng yaramlıq ata-ana ballarını müstakil fikir qiladigan, özünün işinin ödüsünü çıqarlaydigan qilib ço'ng qildi. Müşahede aile doğrusu gap söz olup kaldı malum. Mening bay özünüzün dep öttünüz, mening hiç qandaq ini singillerim yok, akıllarim yok diye özüm birli bala degan gapni qilib qaldınız. Mana shu sözünüz bek ta'sir qildi. Hem men mushunaq anladım. Edimiz sizden ayrılğılı 10 neçə yıllar bo'lib qaptı, uzaq vaqtlar bo'lib qaptı. Shunaq bo'lsa siz keyin qitim yani qayta aile qurishni qayta o'ylashib baxmabsiz. Sizning nikoh bo'lgan sodiqliginizmi yoki qandaqdir boshqa fikrlaringiz yoki boshqa o'ylaringiz bormi degan umiddaman sizlab bergan bo'lsangiz. Rahmat sizga. Hayat kitabında ahvallar bulup durdu. Bazılar bir neçə aydan keyin yana 5-10 yıl bilishi mümkün. Bazılar undaq qilmasi mümkün. Mening o'zimninki bundaq yashab ketishimda mening qizbolarimning hammasi o'z atrofimda bor bo'lib qoldi. Hatto mening urug' tuqqanlarimning qizbolarimi oilamda yaqin atrofda uy chaqliq qilib o'tirgandan keyin meningki yurish turishim, yemak ichmagim, kirqatlarim, aile muhitim deganda nihoyat zo'r qiynalib qolgan ahvollar yuz bermadi. Bu eng muhim taraflarning birisi. Yani bir sen ve üzerinden kolamda nurgun işlerim boğallık için ben zirkip kaldığan, iş pişiği tatıdığan, yalnızlık his kıldığan bu nesine ançbek özem oylap olamadım. Çünkü ben özemnin köngülümünü avunduruşka, yalnızlıkka, berdaşlık verişke xelila çidamlayık. Çünkü kiçigimden tatıp yalnız çoğup kağaçka, hazır mı xudu kiçigiligimge kayıtkandak, aşındak yalnızlık çidap yaşaydığan bir adetim var dep oyladım. Şuna eğer keyinçe fırsat bulup kalsa, yani şundak yaxşı bir hemralar bilen ötüşümüzge nisip bola, lekin hiç kandak öküncem yok. Hazır cemiyetimizde muallimden tilahanı tanlap ballar öy kelse, hatalıqni muallimlerden izleydigan, balısıga bir ayağızmı sen neymiş kılgan demeydigan bir xil psixik halat hazırlandı. Siz bunda qarashqa qanday qaraysiz? Mening fikrimni so'rash to'g'ri kelib qolsa, men shaxsan o'zim javob beraman. Shaxsan o'zim javob berganimda men uchun o'qituvchi intayin ulug'. Xuddi burun sobiq Sovet ittifoqidagi koni rahbarlar aytgandek, o'qituvchi degan 10 qadam jiroqlikdan turib hurmat bildirishga arziydigan kishilar. O'qituvchi degan inson ruhining injeneri. Men bu mavqeimdan hozirgacha yong'im yo'q. Men burun o'qituvchi bo'lishni o'ylagan, gerçi bo'lmagan bo'lsam, eng oxirida
Balalarga ders berip baktım mektepte. O'qituvchining mening qalbimdagi o'rni intayin yuqori. Balalarga qattiq muomala qilish, bu deydigan ishga kelsak, mening bir aqidam shuki, nayt qattiq qo'l generalning qo'lidan intayin botir askar chiqdi, yoki bo'lmasa intayin qattiq qo'l o'qituvchining qo'lidan shunday yaxshi shogird chiqdi deganga men ishonaman. Men bunga ishonaman. Men albatta o'qituvchilarning o'quvchilarni urib qo'yishi, tilishi, bu ishlarni yoqtirmayman. O'quvchilarningmi аңлы қалда өзінің оқытушыға hürmet қылышын тілеймен. Ата-аналарның балаларының ярамсызлығын оқытушыдан көрмей, өзінің тәрбиесін көріп бақшыны тәвсия қылымен. Мұнда өзара түшініш болғанда біздің мағарифimiz тәқім гүлленді деп қараймын. Менің ismim Mirshad G'opar Urumchidan. Hozir qurilish nazoratida o'zimning kasbiga munosabatli kasb bilan shug'ullanaman. Bayatdan beri bizga nihoyat yaxshi ishlarni so'zlab berdingiz. Bizga yoshlarga nisbatan turmush, bilim olish, ota-ona bo'lgan kuyinish degandek nurg'un ishlar keldi. Bu yerda meningcha bir ish qolib qoldi deyman deb o'yladim. U bo'lsa turmush qurish, o'yinish. Hozirgi jamiyatimizda ko'plagan ota-onalarimiz mening bilishimcha turmush sababidan, xizmat bisimidan, o'zlarining shu uyga nisbatan mas'uliyat tutib ayildan bolalarga to'y qilishdan burun ham to'y qilishdan keyingi tarbiya kam bo'lib qoldi deb o'ylayman. Shu hozirgi mening atrofimdan bor do'stlarim isiyatni keyinga kirib, nayt oldirab to'y qiliblam, nayt qattiq pushaymon bilan qisqa vaqt ichida uyini buzdigan, ajrashadigan ahvollar nayt ko'p bo'lib qoladi. Mush jihatda siz biz yoshlarga nisbatan mush to'y qilishdan burun to'y qilishdan keyin nimalarni bilishimiz kerakligimiz ham abaysiz aytgandek siz adimizdan to'y qilgandan keyin mush o'tiringlarda qanday gapni birga keltirib mush murni murigtirib nayt yaxshi bir turmush hazırlapsizlar. Mush jihatdan nisbatan bizga azroq bir dars bergan bo'lsangiz. Rahmat. Rahmat. Bugün bu yerda o'tirganlarning hammalarning oliy maktab o'quvchilari, studentlar. Hammasi to'y qilganlar, ha? Hammasi o'qish bitsa, darhol to'y qilmoqchi bo'lganlar yoki hozirdan tortib to'y qilishning planini tuzib bo'lganlar. Bizning qarashimizcha, bo'lib mening qarashimda muhabbat degan bu narsa intayin muqaddas. Odam eymindigan narsa. Biz ta ki oliy maktabni bitgacha, masalan men birer qiz bolaga berib, andaq mandaq deb gap qilib baqqanga odam emas. Biz intayin bir-birimizdan eymengen. Eyminishning o'zi bir-birimizda hurmat paydo qilgan. Hurmatning o'zi bir-birimizda asta-asta ishonch paydo qilgan. Shunga bu chaqda to'y qilganlar hozirga qadar yashab kelyapmiz bundacha aytganda. Hozir tushunish bek oddiy ishonch yetishmayotgan, bir-birini bilmayotgan Uyg'urlarda naqshi bor-ku, ko'ngilning keyniga kirmang, ko'ngil har yanga boshlaydi, Samarqandning olmisdak apirib cho'llarga tashlaydi deb. Bu ko'ngil havas boshqa. Havas boshqa, ishq boshqa, muhabbat boshqa, bu yerda mas'uliyat boshqa, eyminish boshqa. Shunga hozirgi yoshlarga bu jihatda bizningki o'z tajribamizni so'zlab berishimiz hojatsiz. Chunki men yaşagan devri bilan hozirgi yaşaganlarning devri o'xshamaganligi uchun gerçi biz anda qaragan bo'lsakmi, hozirgi yoshlarda dunyo qarash, qimmat qarash, hayotlikdan bahralanish, bir hayotlikning tezini surish deganga nisbatan qarash o'xshamaganligi uchun bu narsani o'tirib qo'ysak, bir qismlarning quliqiga mush bilan urgandek anglanadi. Lekin aqalli bir narsa bu oila, nikah, muhabbat degan narsa intayin muqaddas, odamni aymantiradigan, bir oilaga mas'ul, jamiyatga mas'ul, kelgusiga mas'ul cho'ng ish. Shunga bu ishda odam intayin mas'uliyatchan bo'lish kerak. Odamning hayotida eng ulug' ishning birisi baxtli bir oila qurish, eng ulug' ish. Buningdan cho'ng ulug' ish bo'lmaydi. Buningda mas'uliyat bo'lish kerak. Rahmat. Sizningcha xonim qizlar o'ziniki shu oila madaniyat obrazini yaratishda qanday qilish kerak? Nimalarga diqqat qilish kerak? Mush haqda so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Endi bir ailenin obrazı, ata-onaning obrazı to'g'risida klassik edebiyotlar bizga o'tirib qo'yilgan namunalar haqiqatan bek ko'p. Dadaga o'xshash, mardona, yolg'iz erlam emas, erkakdek, vijdonliq, g'ururi bilan yashasa. Analar sharmi hayoliq, qoida usulliq, o'zining bolalarini
ügütüdüğünü ügütüp durup, ular ölgü bulup, ulan iteklep mağalısa, biz elbette bunda aileden söylemeye kalmayız. Bu ailede kılıdığın iş, bulup bizni terbiyeleşkin nispeten unçula köp mürekkep emez. Biz ata-anamızın közüge, sözüge emez, ularning kılıvatkan işiga, meğiş turuşu qarab turup çoğu Allah. Adamlarning mükemmel obrazı buluşuna ümit kılımız. Bu obraz nima arqılık buludu dese, ata-analarınki iş izleriga varislik kılış, ata-analarning özünün ballarını şermihayalik, qaydusullik çoğun kılış, muş arqılık biz ularga varislik kılımız. Lekin bu obraz meselesi, yani bir yaxtın elip aytqanda, yekki şahsının özünün tirişçanlığı arqılık barlıq gelir. Hem adam müşahede ottağalarının hemimiz, özümüzünü özümüz kutulduruşumuz, özümüzden obrazını özümüz çıkılışımız gerek. Demek bizimki bugünkü Ula Şundaq Deydo programımızda biz Emin Ahmedi muallim bilen söhbet ilip badık. Emin Ahmedi muallim özünki hayat keçirmişlerini bizge ait obrazlık ve çoğunqur şerhiylep berdi. Yani Emin Ahmedi muallimdeki barlıq bayanlarda şu nesine ait eniq boldu ki, bir adamның karakterinin yedilişi ve takdirinin şekillenişte aile medeniyetinin rolü intayın çoğunqur boldu. Lekin şundan birge bizniki sözlerimizin yakuni yana bir nuqtaga yig'inchoqlandi. O bo'lsa-mu, bugungi jamiyatda bir odamning taqdiri va shundaqla hayot kechirmishlari yanla uning o'z tirishchanligi va shundaqla izlanish ro'yi bilan munosabatli. Ko'pchilik rahmat, kelardan ko'rishaylik.